Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Demak, sizlar bilan birgalikda Madinatul Qudus mavzusiga kelib to'xtagandik va bugun 14-darsimiz bo'lib o'tadi. Xo'sh, Madinatul Qudus, Qudus shahri haqida. Xo'p, bu mavzuni nega o'qishimiz kerak? Oldin ham yuqorida aytib o'tgan edik. Biz qadimgi qadamjolar va ularni qanday ta'riflash va ular nima haqida gapirsak bo'ladi o'zi aslida, nimalarini sifatlab bera olsak bo'ladi va qanday iboralarni ishlatib yana ham yaxshiroq speakingimizni va yozish, o'qish, eshitish mahoratimizni shakllantirsak bo'ladi. Shular haqida gaplashayotgan edik. Masalan, kanalda ko'p tushayotgan savol bor bitta. Masalan, qaysi joylarni sen sayohat qilgansan yoki qaysi joylarni sayohat qilishni, ziyorat qilishni xohlaysan degan savol berilgan. O'sha savolga qanday qilib javob bermoqchisiz desa, mana sizlar uchun oson varianti. Masalan, men Qudus shahrini yoki masalan Ka'batul Sharifa yoki Madinatul Munawvaraga bormoqchiman desangiz, u joyni siz tanishtirishingiz ham kerak bo'ladi o'rtada bir ma'lumot qo'shish uchun. Va siz agar masalan ma'lumotlarni yaxshi bilsangiz, anaqa qilaverasiz. Yaxshi bilib oladigan bo'lsangiz, shunda ham yaxshiroq gapirasiz. Lekin hozir Qudus shahriga borishni tavsiya qilmayman. Hozir ahvol chatoq. Dunyo jahon bozorida, jahon holatida ko'rib turibsizlar. Holat juda chatoq. Bormagan ma'qul hozir u yerga. Hop. Al-Qudsu asimatu Filistin va akbaru muduniha min haythu al-misahati va adadi sukkan. Xo'p, shu joyda ozgina mulohazali joy bor. Haysu so'zda, haysu tushunib olaylik-da. Grammatik jihatdan. Haysu so'zi o'zi zarfni ifodalaydi, ya'ni bir joy, makonni anaqa zarfi deb aytiladi. Bu zarfi makon deb qabul qilingan. Xo'p, zarf makon. Zarfi makon bo'ladi va bu to'g'ridan to'g'ri ismga hech qachon izofa bo'lmaydi. Bu o'zi nima bo'ladi? Muzof bo'ladi. Undan keyingisi muzofun ilayh bo'ladi. Lekin bu to'g'ridan to'g'ri bitta ismga izofa bo'la olmaydi. Haythul misahati va adadi sukani bu noto'g'ri. Xo'p, shuning uchun nima bo'ladi desa, bu jumlaga izofa bo'lib keladi. Masalan, siz aytasiz-ku arab tilida yawma wulidtu. Yawma mana qanaqa? Xo'sh. Mana. Yawma wulidtu. Yawma wulidtu ana. Surirtu sururan. Judayam nima surirtu emas. Surra abi meni otam judayam xursand bo'lib ketgan desa, mana shu joyda bu yavma faqatgina mana bu fe'lni o'ziga izofa bo'lyapti deb aytib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Chunki bu yerda fe'li jumla bor. Fe'li jumlaga izofa bo'lyapti deb aytilgani kabi, haysu so'zi ham xuddi shunday jumlaga izofa bo'lib keladi. Endi bu yerda haysu xo'p. Buni nima deydi? Inglizlardan kelib chiqqan, inglizlardan kirib kelgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni inglizlarda shunaqa bo'lishi mumkinki, bizda o'zbek tiliga o'xshab, ya'ni maydoni va aholi soni jihatidan degan so'z bor-ku. Bu yerda o'zi qanaqadir bir ibora bo'ladi, ya'ni bir so'z tushib qolgan bo'ladi. O'sha so'z bilan birgalikda bular nima bo'ladi? Ismiy jumlaga aylanib yoki fe'li jumlaga aylanib, bunga izofa qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, jumlaning taqdiriy ko'rinishi o'zi aslida qanday bo'lgan desa, haysu wujudu, haysu tawajudu, Qudus Falastinning poytaxti hisoblanadi, poytaxtidir va shaharlarning eng kattasidir. Al-misahatu kabiratun va adadu sukkan
maliun masalan juda ham ko'pdir. Mudoafatun. Endi bu yerda al misahatu vasi'atun desak ham bo'lar ekan. Al misahatu vasi'atun. Maydoni juda ham keng degani. Mana, ay maydoni juda ham keng va aholi soni juda ham ko'p. Xo'p, adadi sukkan hop juda ham katta va ko'p. Aytaylik, ko'p desak bo'ldi, yetadi o'zi bizga hozircha. Adadi sukkan kasirun, ya'ni maydoni kengligi va soni, ya'ni aholi soni ko'pligi jihatidan desak, mana shunda to'g'ri keladi. Shunda mana mubtado vasi'atun xabar bo'ladi. Adadu sukkan mana bu yerda vav qolib ketibdi. Vav atf bo'ladida, bu ham mubtado xabar bo'lib turib, bunga ma'tufun alayhi bo'lib ketadi. Va haysu muzof al misahatu vasi'atun, mana shu oxirdagi gapga qarab, bu yoq muzofun ilayhi. Xuddi bu mahallan o'zi jor holatda muzofun ilayhi bo'lib turgan bo'ladi shunda. Va endi biz bu yerda haysul misahati va adadi sukkani deb o'qishimiz noto'g'ri. Chunki bular mahallan jar bo'ladi. Lafzan bo'lmaydi. Haysul misahatu va adadu sukkani desak, bunda endi to'g'ri keladi. Xo'p. Mana shu joyga ozgina mulohaza qilgan edik. Xo'p. Menimcha ancha sizlar ham bilib oldinglar. Endi davom etamiz. Al-Quds asimatu Falastin. وأكبر مدنها من حيث المساحة وعدد السكان وأكثرها أهمية تبلغ مساحتها حوالي 125 كيلومترا وعدد السكان maydoni qarang-da, maydoni qanaqangi katta desa 125 kilometr. Tushunyapsizmi? Qudus shahri 125 kilometr. Va adadu sukkan biha aktharu min million nasama. Va adadu sukkan biha, ya'ni fiha. Qaranglar, yana bitta jihati bor. Mana shu yerda shu bilan qarang. Qudus shahri bilan aholisining adadi million shaxsdan ko'proqdir deyapti. Bu yerda bihadan murod bu bilan degan ma'noda emas, balki bitta fiha degan ma'noda. Chunki bini fi ichida degan ma'nosi bor-da. Ya'ni Qudus shahridagi aholi soni million kishidan ortadi, ko'proqdir. Va adadu sukkan biha aksar min million nasama. Fa indana kalimat nasama. Nasama degani o'zi jon degani. Jon. Nafs deymiz-ku. O'sha nafs jonga to'g'ri keladi. Shaxs. Bu so'z aynan akademik jihatlardagina qo'llaniladi, nasama degan so'z. Masalan, siz aholi sonini aytayotgan paytingizda ko'proq qo'llaniladi, lekin umumiy mutlaqo, ya'ni xohlagan joyingiz ishlataverasiz buni degan joyi yo'q buni. Bu ko'proq akademik jihatdan aholi sonini aytayotgan paytingizda, aholi soniga taalluqli bo'lgan joylarda ko'proq qo'llaniladi arab tilida. Va taqa'u jug'rofiyan fi vasati Filastin, va taqa'u jug'rofiyan geografik jihatdan degani fi vasati Filastin, fi qalbi Filastin. Va tahdidan, yana ham aniqlashtirib aytadigan bo'lsak, fil jihati sharqiyya. Yaqinda mana shu so'zga zo'r tarjima chiqdi, qarang mana. Xo'p, aniqroq aytadigan bo'lsak, yana ham aniqroq va tiniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni fil jihati sharqiyya min al-bahr al-abyad al-mutawassit. Fil jihati sharqiyya من البحر الأبيض المتوسط. أما مناخ المدينة فجاف وحار في الصيف ومعتدل ماطر في الشتاء. طيب، مفهوم.
ويرجع تاريخ مدينة القدس إلى أكثر من 5000 سنة. demak ya'ni Qudus shahrini tarixi juda ham tarixga boy bo'lib, uni tarixi hop 5000 yilga borib taqaladi degan so'z. Endi yarji'u deb ishlatilyapti. Bu o'rinda biz yana qanday ibora bilan qo'llasak bo'lardi? Mana yarji'u بمعنى يعود تاريخ هذه المدينة إلى 5000 سنة، وهي بهذا السبب تعد واحدة من أقدم مدن العالم، مثل مصر، مثل بابل، مثل الحضارات القديمة. وكلمة القدس تعني الطهارة والبركة. Xo'p, endi Qudus degani bor. Masalan, muqaddas degan so'z o'zi yuqorida o'tdi, to'g'rimi? O'sha muqaddas degan so'z. U ham bir xil ma'nosi. Qudusun masalan keyin arablarda aytishadi bir-birlariga, anaqa o'tib ketgan insonlarga nisbat aytishadi. Masalan, rahimahullohning o'rniga qaddasallohu sirruhu. Ya'ni u kishini sirlarini pok qilsin deydi, ha? Ya'ni u yotgan joyini jannatdan qilsin degan ma'noda. Xo'p, Qudusun, muqaddasun. Aslida nima ekan? Ma'nosi tahora, poklik, tozalik, ozodalik degan va baraka degan ma'noda qo'llanilar ekan aslida. Xo'p, va kalimatul Qudus ta'ni shuni anglatadi degan, ha? Poklikni va barakani anglatadi. Va tulaqqabul madinatu bi zahratil madain. Shaharlarning toji, shaharlarning gul toji desa ham bo'ladi. Va Baytul Maqdis, Zahratul Madain, va Baytul Maqdis va Madinatus Salam. Salom shahri, salomlik, tinchlik shahri deb ham nomlanar ekan. Wa tatamayyazu al-Qudus bi ahamiyatiha fi jami' ad-diyanat as-samawiyyah. وتتميز القدس بأهميتها في جميع الديانات السماوية. يعني النصرانية واليهودية والمهم والأهم من ذلك كله والإسلام. في دين الإسلام يقدس مدينة القدس ويعظم من حيث البركة والخير فيها. مثلا تعدل الصلاة تعدل في المسجد الأقصى مثلا 100 أو 10,000 10,000 صلاة مثلا. أنا لا يعني أعرف بالضبط، ولكن أكثر بكثير عندما يصلي الشخص في بيته صلاة مثلا، ولكن يختلف في الأجر. فقد عاش في المسجد الأقصى العديد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل إبراهيم عليه السلام وإسحاق وداود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام، كما أن لها مكانة خاصة عند المسلمين. Makonat degani bu o'zbekcha so'z, o'zi bizda ham bor. Manzila, martaba, bir buyuklik, sharaf ma'nosini anglatadi. Sharaf ketaveradi. Bu tushunarli bo'lsa kerak. طيب تمام. وبالتالي وقد شهدت مدينة القدس مسر الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. مسرا degani nima degani? Masro hop Masro degani bu o'zi Saro Yasri degani, o'zi bu yurmoq degani, lekin Asro Yusri yurgizmoq. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tunda rihlat qilib shu yurgizirishlarini, ya'ni
minal masjidil haromi ilal masjidil aqso. Masjidil haromdan masjidil aqsoga kechasi sayr qildirilganliklari voqeasi nazarda tutiladi. Masro demak bu o'zi nima? Hop, nima edi? Mashhad deylik, ha? Mashhadul Isro. Isro qilinishlari voqeasi. Isro في رحلة الإسراء والمعراج. ومن الآثار الدينية في مدينة القدس. Hop, ma'alim degani o'zi belgi degani. Oldin ham aytib o'tgandik, yana bir qaytaramiz. Ma'alim o'zi alamatundan chiqqan. Alamatun alaim masalan. Hop. Nimaga endi ma'alim, ya'ni qadamjolar, ko'zga tashlanadigan joylar, e'tiborga molik bo'lgan o'rinlar ma'alim qo'llanilyapti desa, chunki o'sha alomat faqatgina o'sha joyda bor. O'sha joyda yoki o'sha joyni ajratib turadi. O'sha joyni o'sha joy qilib turadigan narsa nima bo'ladi? O'sha ma'alim bo'lib turadi. Shuning uchun shunday nomlanib qolgan. Xo'p, al-Masjidul Aqso al-Mubarak. Muborak Masjidul Aqso masjidi. وهو ثاني المساجد على الأرض بعد المسجد الحرام وقبلة المسلمين الأولى. يعني في القرون، يعني في أول الإسلام كان المسلمون يتوجهون إلى المسجد الأقصى، ولكن تغيرت الحال وتغيرت القبلة تماما. وعندما كان الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وقد تغير القبلة في الصلاة. وفيه صلى جميع الأنبياء في المسجد الأقصى، صلى جميع الأنبياء، إضافة إلى فضل الصلاة فيه والتي تعدل 500 صلاة. بيتا 500 namozga teng kelar ekan. والأجر والثواب يعدل فيه 500 صلاة. ثانيا مسجد قبة الصخرة. tosh gumbazi, tosh gumbazi masjidi. ويعد من المساجد التاريخية إطلاقا حيث اتخذه إبراهيم عليه السلام معبدا، يعني مكان العبادة كان يعبد فيه لله سبحانه وحده. وأقام يعقوب عليه السلام مسجده عنده. وبنى داود عليه السلام محرابه عند قبة الصخرة كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من فوق الصخرة. تمام. Hop, keyin shu yerda urija degan so'z bor. Aroja ya'ruju fe'li bo'ladi bu aslida. Mana shuni sarf qilishni, ya'ni tasrifini yaxshi bilmaydiganlar ham bor bo'ladi. Xo'p, biz ham oldin bilmasdik, bitta ustozimiz aytib berganlar. Aroja ya'riju, aroja ya'ruju, urujun bo'ladi. Bu nima? Ko'tartirilmoq degan ma'noni anglatadi. Xo'p, Isro degani u yurgizmoq. Masalan, yerda nima qilar ekan? Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga yurgizilishi u Isro bo'ladi. Lekin Mi'roj voqeasi deyiladi. U nima degani desa, u samoga ko'tarilib, o'sha samoda qandaydir voqealar bo'lsa, o'shalar ko'rsatilishiga nisbatan aytiladi. Bu uruj, Mi'roj voqeasi. Mi'roj bilan urujning ikkalasi bir xil. Mi'roj. Xo'p. Eng muhim e'tiborga molik bo'lgan o'rinlarni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Mana endi qanday lug'atlar bor bizda, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan hammasini xudo xolisa chiroyli qilib ko'rib oldik va nimalar haqida gapirsak bo'lishini tushunib oldik va endi anchagina lug'at boyligimiz oshdi. Endi mashqlarni ko'ring, lug'atlarni yaxshilab o'rganing, qaytaring, tarjima qiling. Qayta siz ham mana shunday arab tilida sharhlashga harakat qiling. Shunda yana ham xudo xolasa arab tilingiz o'sadi.
Xo'p, keyingi darsimizda ko'rishguncha va keyingi darsimizda qanaqa mavzu bo'ladi? Xudo xolasa keyingi darsda kutinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.